kelayotdim anqayib, oldimdan bir ko'za chiqdi to'mpayib, orqamdan kelayotdim anqayib. Menga qara. Ana qizni ko'ryapsanmi? Makaniva. Bugun tug'ilgan kuni ekan. Yaxshilab tabriklab, qo'ynini ko'tarib qo'yish. Yo'lamiz, marhamat! Yo'lamiz, marhamat! Odamlarni to'ylarida qo'shiq aytib yuribman. Qara bugun to'ylarda qo'shiq aytib yuribman. ndkstudio.uz Erkanlay, men seni erkanlay, sochlaringni silab, onajonim. Erkanlay, har kuni erkanlay, yolg'iz erka doim o'zing yorim. Dağlık tanıyıp hancar sınır, göksüge koyup da dağla kılıp yığılar. Seni hiç kim yasalmaydı meningdi. Demirçiler koparsaydı ihtimal, xon taxtayu beshik yasar ehtimol, lekin seni chaqlolmaydi meningdek, 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 seni maydi meningdek. Qani meni boyligim, kecha olgan oyligim, o'zimni xitoyligim olgan bo'lsang ay, ko'zlaringni lo'q qilib, oyligimni yo'q qilib, nastrinani yo'q qilib, baxtlimisan ay. Bilaman, olganingni bilaman, agar o'zim ushlasam o'sha joyning o'zida. Tunlar bizar, bilmasan hech bo'lmasa do'st bo'lib. Yo, mana rap, Diyor Production, rap.net. Mol egasiga o'xshagan bo'ladi, kelin qaynonasiga o'xshagan bo'ladi. Agar boshqa xotin olsangiz, unaqa demaydi. На твой телефон пришло новое сообщение. Посмотри, вдруг там что-то важное. Mol egasiga o'xshagan bo'ladi, kelin qaynonasiga o'xshagan bo'ladi. Agar boshqa xotin olsangiz, unaqa demaydi joyingga. Unaqa qaynona bo'lsa, bormi tavba qiling. Nihao Sheraliki. Mani otimni Sheraliligini qayerdan bilasiz? Ustozing telefon qilib aytdi. Nima dedilar? Nimadir qilish kerak dedi. Nimadir qilish kerak yana, qilich. Ha, qilichmi? Sizdan noto'g'ri eshitdingizmi? Mana seni qiliching. Tayyormi? 85% tayyor. Qachon olib ketsam bo'ladi unda? Endi g'ilofsiz bo'lsa
keyingi yili mart oylariga kutar. G'ilof bilan bo'lsa bir 3-4 kunda chiqarib beraman.